Hürmetli mijozlar, navbatdagi do'rtimiz Urganch shahri 6-dahada 2-qavatda 3 xonali kvartiramiz ijara tutdi. Hammamiz bilamiz lokatsiyasini aytib o'tish sharti. Bu tomonimiz Xalq bankimiz, nari tomonimiz Hamkor bank. Amir Temur istirohat bog'ini ko'rishingiz mumkin. Yine chiroyli hududda joylashgan. Qanday ichallar bilan to'liq tushuntirib, bog'cha, maktabin, transportdan muammo bo'lishi mumkin emas. Kvartiramiz son qismidan to'liq tushuntirib bersak, 2-qavatda 3 xona, lekin bir xonasini ilib 2 xonasini beradigan. Girishimizda rakoynamiz, pirxoshkamiz, eshiklarimiz ukrainskiy eshiklar, oyoqlarimiz uylarimiz yo'q. Patologlarga kelsak, laminat, hojatxona, yuvinish alohida joylashgan. Unitazimiz ko'rishingiz mumkin. Nari xonamiz, sanuzelimiz yuzasagina, sanuzelimiz bir chiroyli yo'tilgan ekan, dekorativnat. Bu yerimizda yana xolodilnikimiz, kuxonyalarimiz yana qora qizil kir mashinamiz avtomatli 6 kilolik. Oshxonamiz 6 metr balkon ko'rgan, bu yerdan O'zbekistonda topchamiz o'tilgan, trezorlarimiz va undan tashqari konditsionerimiz ham bor, Samsung firmasi. Jalyuzilarimiz, oynaramlar o'zgargan, Stenikatul Arelfir firmaniki, gaz plitamiz, bu yerdan patologi chiroyli etib plastik bilan o'tilgan ekan. Xullas kelam shaharning qoq markazi, mo'lja Amir Temur istirohat bog'i, oblastni arxiv. Berimizda yana xon taxtamiz ko'rishingiz mumkin, gilamlar tashalgan, yana fonda benna oynasi, balkondan qaragan ukrainskiy ishlarimiz. Mana xonamizga yuzasiga endi mijozlarimiz. Yana berimiz zal. Devorlarimiz bor ekan, perdelarimiz, patologlarimiz fonda, turmamiz bera qo'yilgan ekan. Narxini kelsak, mijozlarimiz narxi $200. 5 qavatli binomiz 2-qavatida 3 xonali kvartiramiz ijara chiqdi. Telefonla aytaman 88 601 70 70 telefon qilasiz. Mo'ljal Amir Temur istirohat bog'i.